Mana bismillah. Ochildi eshiklar. Odam juda ham ko'p. Alloh taolo oson qilsin, yengil qilsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Alhamdulillah, mana umra amalini qilyapmiz, tavof qilyapmiz. Odam juda ham ko'p. Ramazonda kelishlikda yaxshilik, fazilatlari bo'lganidek, o'ziga yarasha mashaqqati ham bo'ladi. Bu savoblarga erishishlikni butun dunyodagi musulmonlar xohlaydi. Shuning uchun odam juda ham ko'p bo'ladi mana. O'zingizlar ko'rib odam ko'p, mashaqqat bo'lyapti. Lekin Alloh taolo mana shu mashaqqatlar uchun inshaalloh ajr beradi inshaalloh. Alloh taolo oson qilsin, yengil qilsin. Allohumma amin.